hayz siykli bilan bog'liq 3 ta mif. Aynan hozirgi kunda ko'pchilik ayollar mana shu xatoga hali ham ishonishadi. Birinchi mif: hayz siykli buzildimi, demak gormonlarni ko'rish kerak. Yo'q. Hayz siykli buzilishi uyqusizlikdan, stressdan, charchoqdan yo juda ham tez vazn tashlashdan yoki tez semirib ketishdan ham yuzaga keladi. Faqat gormonlarga bog'liq emas. Ikkinchi mif: hayz siykli doimo 28 kun kelishi shart degan ayollarda noto'g'ri vнимание shakllangan. Buni ham unutinglar. Hayz siykli kitobida 21 kundan 35 kun oralig'ida keladi. Hamma ayollarda individual degan joyi bor. Uchinchi mif: hayz og'riqli kelishi shart. Hayz hech qachon norma ayollarda og'riq bo'lmaydi. Ko'pchilik ayollarda nimaga og'riq beradi? Endometrioz bo'lishi mumkin, adenomioz bo'lishi mumkin, yoki ichki yallig'lanishlari bo'lishi mumkin, yoki gormonalning buzilishi bo'lishi mumkin. Shu miflarga ishonib yurgan, hayzi buzilgan ayol qizlarimizga qo'llanma tayyorlaganman. Hayzni qanaqa to'g'rilanishi kerakligi haqida ma'lumotlarni bilib olib, savolliginglar bo'lsa yozsanglar bo'ladi. Faqat kommentariyaga norma so'zini yozib qoldirsanglar bo'ldi. Ushbu videoni saqlab qo'yinglar, tanishlarga yuborib qo'yinglar va sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar.